Hududga Samarqand gaz ta'minoti filiali. Tinchlik, xotirjamlik, ezgu tushuncha. Shaksiz Yaratganning inoyati bu va ayni paytda qanchadan qancha bedor nigohlarning sharofati bu. Kunni kun, tunni tun demay sarhadda bedor sergak turgan ey askar ukam, siz bor yashaymiz tinch farog'atda, yaxshiyam sizlar bor, bizlarga ne g'am. Bugun bayram, bugun tantana, mard o'g'lonlar shu yerda mana. Chin qalbimdan tabriklayman vatan himoyachilari, ta'zim sizlarga. Armiyamiz mustahkam, xalqparvardir chinakam, yurtimizda har askar jasur mard va xaloskor. O'zbekiston o'g'loni, bo'lib tinchlik posboni, barcha ezgu insonni sharaflaydi jahonni. Assalomu alaykum qadrli kasbdoshlar. Sizlarni Vatan himoyachilari kuni bilan samimiy tabriklayman. Yurtimizga xizmat qilishda, sharafli burch va vazifalarni bajarishda ulkan zafarlar tilayman. Vatanimiz tinchligi va farovonligi abadiy bo'lsin. Hududga Samarqand gaz ta'minoti filiali.